Ijaraga uy olayotganingizda shartnomaga albatta kiritishingiz shart bo'lgan 3 ta eng muhim narsa. To'lov olishning aniq sanasi. Ijara shartnomasida to'lov har oyda amalga oshiriladi deb yozishning o'zi yetarli emas. To'lovning aniq sanasini belgilab oling. Masalan, har oyning 10-sanasiga qadar. Bu uy egasining istalgan vaqtda to'lov talab qilishini oldini oladi. Ikkinchisi, uy ta'miri kim tomonidan amalga oshirilishi. Shartnomada uydagi katta va kichik ta'mirlar uchun kim mas'ul ekanini aniq kelishib oling. Fuqarolik kodeksiga ko'ra joriy, ya'ni mayda ta'mirlar, aytaylik, lampochka, kran yoki razvedka almashtirish kabilar odatda ijaraga oluvchining zimmasiga tushadi. Kapital, ya'ni katta ta'mirlar esa ijaraga beruvchining majburiyati hisoblanadi. Lekin garchi qonunchilikda bunga oid qoida bo'lsa ham, shartnomaga yozib ketish kelajakda uyni kim ta'mirlaydi degan har xil bahslarning oldini oladi. Uchinchisi, uy egasi xonadonga sizdan rozilik olmasdan kirmasin. Uy egasi uyga sizni oldindan ogohlantirgan holda va har ikki taraf uchun qulay bo'lgan vaqtda kirish haqida shartnomada kelishib oling. Bu sizning turar joy va shaxsiy hayot daxlsizligingizni har tomonlama kafolatlaydi. Ushbu videoni ijaraga uy olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.